Aka, qizimga uylanib o'ynatsam, Tomi ketyapti. 30 ga kirgandi. Bugun uylanasan, bugun to'y qilasan deyapti. Nima qilish bilmayapman. Ko'yniga qara. Yo'q, endi nima deyapsiz? O'zing nimadir qilib qo'yish mumkin, bor aytganini qil. Bo'pti, faqat yonib turib turing, iltimos. Bizani kutib olishmayapti, muzikani qo'yib. Qanaqa muzika, nima deyapsiz? Dahga, qiz bolani ko'yniga tegib qoladi, ozgina o'ynab bersan ham. Hop. Keling. Yorunga kelin boshqa ibo bilan kelibdi. Vau, to'yxona zo'r ekan. Mamutda oyim bilan adam o'tiradilar. Mamutda mahfuza kelayim, u vanda o'rtoqlarim o'tiradi. Gapir. Hozir. Dugoningda 8 tasini aytgan. Yo'q, 11 ta aytaman. Hop. Uf, meni sabr kosam to'ldi-yo. Yo'q, mana o'ynab beraman, sizdan o'ynab bering. Buningni qaragan. Yuzma? Yo, rahmat. Davay so'ragan narsasini ayting endi. Bo'lmasam hurmatli yosh kelin-kuyovlar meni yaxshilab eshitinglar. Bizani bahor to'yxonamizda iyulning oxirigacha juda ham katta aksiya ketyapti. Dejurniy sostav, оформление to'yxonani, sveta muzikasi, karnesurni, avtobus, foto, video, kelin-kuyov yuradigan mashina, kelin-kuyov o'tiradigan stol, artistlar o'tiradigan stol, eng muhimi mehmonlar o'tiradigan mana shunaqa shikarniy stolimizda tepada sanab o'tgan hamma narsaning narxi kishi boshiga atiga 180 ming so'mdan. Qachonga yozib qo'ysizlarni? Bugun hozir bo'lsin to'yim. Qabering endi, boshqa ko'tarolmasam. To'yim. Maza de, maza senga de. O'ylanmay Ya, hani 3'te begelen bak, attı bitti. Voy, otajon duo qildilar, to'y tugadi, ketdi.